O'rtoqlar ko'pchilik bizdan so'rayapti, mashinani qanaqa qilib aybini topdingiz deyapti. Hozir men buni aybini tushuntiraman. Zavodki mashinani. Qaranglar o'rtoqlar. Yaxshi e'tibor bering, mashina zavod bo'ldi, o'chiring. Mana o'chirdi, kaltong o'chirganmiz, lekin mashina o'chgani yo'q. Mana ko'ringlar. Ishlab turibdi. Bitta gaz bering. Gaz. Mana gaz bo'ldi, qo'shma. O'rtoqlar, xo'p, nima uchun o'chmayapti? Qaranglar. Mana bit ko'ringlar, yaxshi e'tibor bering. Mana signal zajgani 1, mana endi напряжение главный rela. Endi qaranglar. Misol uchun hozir mashina kalt olganmiz, o'sha mana qaytganiga, lekin zamog'ni ochingda. Kaltni mana zamog'ni ochyapmiz. Mana ochyapti. Davay, mana o'sha bunga o'tdi. Za kalt sug'uring dakansa. Mana kalt olyapmiz. O'sha mana o'chirdi, polni o'chdi deyapti, lekin bunda signalda ham tok bor, напряженияda ham bor. Mana xo'p, главный relani uzamiz. Mana bu yoqda главный rela bor. Главный relani oladigan bo'lsa, mashina sразу o'chadi. Sabab ketdik. Mana qaranglar o'rtoqlar, mana yerdan primo главныйga minus chiqib boradi, miyadan, seli miyadan minus ishlagani uchun minus chiqib boradi. Endi qaranglar o'rtoqlar, zamog'ni o'chirgandan keyin mana bu ham o'chish kerak. Mana qaranglar, endi o'chish uchun men hozir mayda simni yechaman. Yonida bitta keladigan lina sim borda, bu salondan keladigan mana. Olaman, o'sha mana qaranglar. O'sha bu ham o'chdi. Mana shu o'chmasa mashina zavod bo'lgan holatda turaveradi. O'chirsa ham o'chmaydi. Qachonki mana shu o'chadi bunisi, undan keyin o'chadi. O'rtoqlar, mana chiroyli qilib ma'lumot yetkazing. Bizda yashirish yo'q. Dakansa so'radimi, javob beramiz. Shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa o'rtoqlar, Denovnik Gold aloqa qilaverasizlar. Davay zavod qiling. O'shani shuni hisobida topdik o'rtoqlar. Yana o'chirib. To'xtay. Qani zavod qiling. Yana xuddi shunday bo'lib zavod bo'ladi o'rtoqlar. Xudo xolasa buni cho'tka qilib endi to'g'rilab beramiz.